dunyodagi har bir 3-chi ayol zo'ravonlikka duchor keladi. Bu global muammo O'zbekistonni ham chetlab o'tgani yo'q. Shu bois poytaxtimizda gender asosidagi zo'ravonlikka qarshi 16 kunlik faol harakatlar qo'shma kompaniyasining boshlanishiga bag'ishlangan tadbir o'tkazildi. Qo'shma kompaniya nimani anglatadi? Gender asosidagi zo'ravonlikka qarshi 16 kunlik faol harakatlar xalqaro ahamiyatga ega. Kompaniya 1991-yildan beri har yili 25 noyabr xalqaro ayollarga nisbatan zo'ravonlikka barham berish kunidan boshlab 10 dekabr inson huquqlari kuniga qadar davom etadi. Tan olish kerakki, keyingi yillarda mamlakatimizda bu muammoga bo'lgan e'tibor ancha kuchaydi. Hukumat a'zolari, senatorlar, qator xorijiy tashkilotlar, turli vazirlik va idoralar vakillari ishtirokidagi bunday kengaytirilgan formatdagi tadbir davomida bosib o'tilgan yo'l va hali qilinishi kerak bo'lgan ishlar haqida so'z yuritildi. Hozirda parlament tomonidan vakolatli davlat idoralari bilan hamkorlikda milliy qonunchilikni yanada takomillashtirish bo'yicha quyidagi takliflar ishlab chiqilmoqda. Birinchidan, gender tenglik tamoyili asosida himoya orderini nafaqat ayollar, balki murojaat qilgan shaxslarga ham berish. Ikkinchidan, zo'ravonlikni 1 yil davomida qayta sodir etgan shaxslarga nisbatan ma'muriy javobgarlikni jinoiy javobgarlikka kuchaytirish masalasi. Garchi jinoiy javobgarlik bu qonunlarimizda bor, uni yana bir marta o'rganib chiqish masalasi qo'yilmoqda. Bundan tashqari, zo'ravonlik holati haqidagi ma'lumotni huquqni muhofaza qilish organlariga yetkazish vaqtini 24 soatdan 48 soatga uzaytirish masalasi. Xalqaro tajriba asosida uzoq muddatli, ya'ni 3-6 oylik himoya orderi berish vakolatini sudlarga o'tkazish masalasini hozir ko'rib chiqilmoqda. Bu yil ayollarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi kampaniyasi o'zining 30 yilligini nishonlamoqda. O'tgan vaqt davomida u jahonning 187 ta mamlakati, 6000 dan ortiq tashkilot va 300 millionga yaqin kishini qamrab olgan. Birgalikda 2030-yilgacha ayollarga nisbatan zo'ravonlikni to'xtatamiz. Bu kampaniyaning asosiy shiori bo'lib, xabardorlikni oshirish, targ'ibot sa'y-harakatlarini faollashtirish, bilim va innovatsiyalarni almashish uchun global harakatlarga chaqiradi. Bunda eng muhim va asosiy so'z esa barcha qadamlar birgalikda amalga oshirilishi kerak. Biz jamiyatda bunday jirkanch zo'ravonlikka hech qanday holatda ham ko'z yumib turmaymiz, beparvo bo'lmaymiz. Men ayollarga nisbatan har qanday zo'ravonlik ildizini quritish yo'lidagi kurashda sizning oldingizda bo'laman. Oldimizda uzoq va og'ir yo'l turibdi. Bosh maqsad zararli tushunchalardan xoli, sog'lom insonlar avlodini qurishdir. Ayollar huquqlarini ta'minlamasdan turib, rivojlangan va gullab yashnayotgan jamiyatni qurib bo'lmaydi. Ayol baxtli bo'lsa, oila baxtli degan gap bor. Men shu gapga qo'shimcha qilgan holda, ayol huquqlari ta'minlangan jamiyat baxtli jamiyatdir degan bo'lardim. We talk against the background of a previously neglected topic. Biz yana O'zbekistondagi dolzarb mavzuni muhokama qilmoqdamiz. Zo'ravonlikka qarshi kurashda O'zbekiston sezilarli yutuqlarga erishdi. Biroq yanada ko'proq narsalarni qilish mumkin. Aynan shuning uchun hammamiz bu yerga yig'ildik. 2019-yilda ko'rsatkichlar ancha pasaydi. Zo'ravonlikni oldini olishning yangi mexanizmlari muvaffaqiyatli joriy etildi. Ammo bunga qaramay mahallalardan tortib ko'plab soha mutaxassislari jalb etilgan bo'lsa-da, zo'ravonlik holatlari hamon sodir bo'lmoqda. Shuning uchun birgalikdagi harakatlarni yanada kuchaytirishimiz kerak. Xo'sh, 16 kunlik kampaniya doirasida qanday aniq qadamlar qo'yiladi? Nafaqat vazirlik idoralar, nafaqat nodavlat notijorat tashkilotlari, balki maktab o'quvchilari, qolaversa oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalarni ham kengroq jalb qilishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Ya'ni maktab o'quvchilari uchun zo'ravonlikni oldini olamiz, birgalikda kurashamiz mavzusiga qaratilgan rasmlar tanlovlari hamda oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalarimiz uchun insholar tanlovlari va vazirlik idoralarimiz o'rtasida aynan o'sha tashkilotda ta'zyiq va zo'ravonlikni oldini olinayotgan, ayollarning huquqlarini himoya qilinayotgan vazirlik idoralarimiz o'rtasida ham tanlovlar o'tkazilishi ko'zda tutilgan. Shu bilan birga kompaniya doirasida aholi o'rtasida bir qator seminar, treninglar, ochiq muloqot, turli xil aksiya va ko'rgazmalarni tashkil etish, darslik, kitob qo'llanmalarining taqdimotlari, ijtimoiy tarmoqlarda nashr, videorolik hamda maqolalarni joylashtirish va ko'plab boshqa bir-biridan qiziq va foydali tadbirlarni o'tkazish rejalashtirilgan.